O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unga ko'ra O'zgidromet markazi 29-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston, Selkasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi.